Elning murodi haq nazar. O'zim barsachiman. Lekin hayotga realroq qaraymiz, realistroq. Bilasiz, bu hayotga kelishimiz ham, ketishimiz ham o'zimizga bog'liq emas. Ya'ni kelib ketishimizning egasi bor. Men dinga, siyosatga, shaxsiyatga o'tmayman. O'tmaysiz. Qo'rqaman. Bugun qiynalyapsanmi? Demak, ertaga faxrlanib gapiradigan hikoyang tayyorlanmoqda degansizda. Eng katta orzuyimiz hovlimiz bo'lish bu. Chet elda qo'yib, chet elda qo'rqardik orzu. Mashina olishni men orzu qilmaganman hayotimda. Men ola olmayman, aniq dedim-da. Nafs sizni boshqaradimi yoki siz nafsni boshqarasizmi? Vaziyatga qarab. Biz kelishib Birga ishlaysizlar. iloji yo'q. Yo'lga chiqqan odamga har doim nima kerak? Jonini tikib birga yuradigan hamroh kerak. Haqiqatan ham insonni bu hayotda yashash uchun hamma narsa yaratilganda, lekin inson hamma narsa emas, u hamma narsa bo'la olmaydi. Qanday tushuntirsam bo'larkin? Tushunganingizcha tushuntiring. Masalan, men noto'g'ri deb bilgan ishimni aytsam, qilaveraman. Demak, bugun ijodda siz to'g'ri yo'ldamisiz? Qalbga qachon yetib boradi? Yurakdan chiqsa. Qalbdan chiqsa. Baxt yurakda bo'ladi-da. Uni his qilish, u istasagina his qilamiz. To'xta, Elmurod, sen jinroq bo'lsa ham, lekin to'g'ri aytyapti, ichmayapti, chekmayapti. Jinroqmisiz? Bilmayman, ha. Aslida bular ham sog'mas. Bo'lmasa bitta ko'zini qisib ham pul topadi odam. Shu. Bunaqa ko'zni teshikka qarab bunday qilib pul topayotgan ikkita kasb egalari. Ikkinchisi bular. Tezkor savol. Savol beraman, tez javob berasiz. Ko'pchilik blitz savol deydi. Blitz, yo'q, men o'zbek nimaligini ham bilmayman. Yo'q, biz blitz savollardan bering, blitz deyman-da. Biz O'zbekiston kanalida ishlaymiz. Voy, blitz deyman-ki.